Qo'qonlik tabib meni ko'rsa, seni Alloh ursin, qorning teshilsin. Men rozi emasman bergan pullarimga. Shuni men faroshlik qilib, uborsalik qilib men shunga pulni yig'ib olib kelgan edim. Bir uyga 10 ta ayol yo'llagan, bir uyga 10 ta erkak yo'llagan, bir hovlida 3-4 komnatada hammani erkaklarni, ayollarni yo'llagan. Tabibning oldiga boradi, aytadi: "Mana men kasalman, yura olmayman, qayerdan keldim?" deydi. O'zim ko'zim bilan ko'rdim, u xotin yuradi, soppa-sog'ib, prosta o'sha tabibning qorni teshilsin, rozi emasman. Qo'qonlik tabibning sirlari ochildi do'stlar. Hozir tojikistonlik opamiz bilan gaplashib qoldik. Nima bo'lgan opa? Assalomu alaykum. Hammalaringizga salom. Siz Tojikistondanmisiz? Men Tojikistondanman. Qo'qonlik tabib oldiga qachon borgansiz? Qo'qonlik tabib oldiga 2020-yil bordim. 2022-yil. 22-yil borgansiz. Aha. 2022-yil. Qancha pul to'lagansiz? 15 ming somon to'lab chiqib ketganmiz tag'om ikkovimiz. Dollarda qancha bo'ladi? Dollarda $1,5 ming. 1,5 ming dollarga mana shu qizchangiz yurib ketish uchun olib borgansiz Qo'qonga. Shu $1,5 ming shu qizchamni yurishini, uni biz uni YouTube'da ko'rdik, odamlarni yurg'izadi ekan. Biz bir oy YouTube'da kuzatdik. Men aytdimki, "Ha, Xudodan umid." Endi Iqbol Soliyev qo'lida to'klari bor ekan deb nimni reklama qildi. Borsak, bunday qilib qizimni kallasini silaydi ekan u. Boshqa qaramadi ham. Shu bir silab qo'ydi, tamom. Qaramadi ham. Mana Keyin qanday bilib qoldingiz? qanday bilib qoldim? Birta xonadonda yotdik. U xonadonda soppa-sog' ayollarni kolyaskada o'sha uyda kvartiram turadi ekan. Arendani kvartira. Ayollarni yollagan. Boshqa uyga yollagan, bir uyga 10 ta ayol yollagan, bir uyga 10 ta erkak yollagan, bir hovlida 3-4 komnatada hammani erkaklarni, ayollarni yollagan. Biz bir xonasida tag'om, men, qizim, farzandlarim bilan yotdim. Bordik, biron rezultat yo'q. O'zi olmaydi pullarni-yu, axraniga kelib olib ketadi. Axraniga katta sumkani olgan, pullarni beringlar. Opamiz aytishi bo'yicha, opamiz shu tabibga borgan ekan. Yolg'onchi tabib ekan. Qo'shni uylarga o'sha odamlar yollagan ekan. 10 ta ayol, 10 ta erkak yollagan ekan. Bu ayollar borar ekanda yolg'ondan yaxshi bo'lib ketdi derkan, u ayollarga ovqatini, o'sha xizmat haqlarini berib, shunaqa qilib yollar ekan. Opamiz aytishi bo'yicha. Nima deb o'ylaysizlar? Mana shunaqa Qo'qonlik tabibga tushib qolganlar bormi? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Militsiyalarda nima deysizlar? Ichki ishlari o'shani olib borib qamanglar. Kimdan olgan pullar bo'lsa, hammasini qayirib berdinglar. Avvalo assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hammalaringni kirib kelayotgan 2026-yil yangi yil bilan chin yurakdan tabriklayman. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yurtimiz tinch bo'lsin, zamonimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimizda umrlar uzoq bo'lsin. Eshitgan bo'lsin, eng yaqin kunlardan beri ijtimoiy tarmoqlarda men to'g'rimdan har xil gaplar tarqalmoqda. Qanchalik rost, qanchalik yolg'onligini men sizlarga isbotlab beraman. Chunki aytishmoqdaki, Iqbol Soliyev 2024-yildan beri hujjatsiz faoliyat olib bormoqda degan gaplarni gapirishyapti. Hammasi yolg'on, chunki meni qo'limda mana O'zbekiston Xalq tabobat assotsiatsiyasi tomonidan mana 2025-yilgacha bo'lgan mana guvohnomam ham bor. Kamerachidan iltimos qilaman, mana kun yiligacha ko'rsatib berishingizni iltimos qilaman. Va menga yana tabobat assotsiatsiyasi tomonidan muddatsiz guvohnoma bergan. Mana bu nimada chislo yil yozilmaydi. Va meni qo'limda mana Qozog'iston sog'liqni saqlash tarafidan menga yana guvohnoma berilgan. Qozog'iston xalqi uchun xizmat qilishim uchun. Va mana qo'limda xalqaro sertifikatim ham bor, shu
tabiblik qilishim uchun ko'rlaring qanchalik bu gaplar yolg'on, qanchalik yolg'on basligini maslaga isbotlash uchun chiqmoqdaman. Yana menga nisbatan ijtimoiy tarmoqlarda 29.5 moddasini buzgan degan gaplar tarqalmoqda. Bu borada mana mani yuristim Abdullajon Jo'rayev o'zlarini fikrlarini gapirishadi. Bemalol Abdullajon o'zingiz tushuncha bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli Bionur sohibi Iqbol Soliyevning kuzatuvchilari, obunachilari. Mana bir necha kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda Iqbol Soliyev to'g'risidagi noto'g'ri axborotlar tarqatildi. Ushbu axborotlarning noto'g'ri tarqatilganligini yana bir bor isbotlab beraman. Shu axborotlarni men sinchkovligi bilan kuzatib bordim. Haqiqatan ham O'zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar, blogerlar tabib to'g'risidan noto'g'ri axborotlar tarqatdi. Yuqorida mana tabibimiz tomonidan ushbu axborotlarda 2024-yilda tabibni guvohnomasi muddati o'tib ketgan deb turib ma'lumotlar tarqatildi. Bu ma'lumotlar mutlaqo noto'g'ri.